Enliklik bir yerde haberimizge dikkat kılan vatandaşım yukarıda görüp ettik. Cungo'da iqtisad taraqqiyotini chekinish dolqini dal navbatda Cungo'ning asosiy qatlam jamiyatini parchalayotidir. Mavzuli xabar 12 ayning 4-kuni Cungo'ga nazar tor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Bir sayohatchining og'zidan so'zlangan hikoya. Bu shahar Cungo'ning hozirgi zamon sanoati boshlangan shahar edi. Cungo'ning eng muhim sanoat shahri hisoblanadi. Bir necha 10 yildan beri Cungo'ning sanoat sistemasida eng muhim o'rinda turib kelgan shahar edi. Milliy daromad va moliya kirimi Cungo'dagi cho'ng shaharlarning qatorida 20 o'rinda turadi, 20-o'rinda turadi. Lekin yaqinqi bir necha yil mobaynida Cungo iqtisodiy chekinishga boshlagandan keyin bu shaharning iqtisod ham tarixda misli ko'rilmagan darajada zarbaga uchradi. Bu shaharning yetakchi sanoat po'lat temir, kokos, ko'mir, simon, qurilish materiallari qatorliq an'anaviy sayya sanoat sohalar iqtisod chekinishning zo'r zarbasiga uchrab, hozir bir qatam ko'plagan shirkatlar va sanoat turlari gumron bo'ldi. Taqilib qoldi. Gumron bo'lganlikin ishlab chiqarish to'xtab qolgan bir turkum kasbiy sanoat turlari shirkatlar taqaldi. Gumron bo'lish, taqilib qolish, ishlab chiqarish to'xtab qolishning sonliq solishtirmasi zo'r darajada farq qildi. Biz sanoat rayonlari kirganimizda ishlayotgan bir stanok yoki bir harakatda faoliyat qilayotgan bir shirkatni ko'rolmadik. Shirkatlarning darvozasi taqalgan, qulub solingan, öy üskünler ve şirket üskünlerine dat baskan. Korodu oylu saynada bir kişi yok. İntayın korugul bir kıyafet. Bu şehir iqtisod chekinishning sebepleri nima? Sual qo'ydi sayohatchi. Shahar va bu shahar qarashliq noilada moliya kirimi tuvallab ketgan. Bir necha yil burun yer setib, uy imorat selishdan, uy imorat tijoratidan boj elishmo tuvallab ketgan. Demek bu şehir yerlik hükümetler yer setip, kirim kılıp, şunundan hükümetin hizmet devamlaştırıp gelgendek, bu şehir mi ana şuna kılattı, lekin ahval yokur dercigi yetti deydi.